Assalomu alaykum gruppadoshlar. Mana xudo xolasa stoykalar 4 ta burchakka stoyka qotirilgan mana bitta bu yoqda. Bitta mana o narigi burchakda, bittasi mana bu burchakda. 4 burchakka bittadan xudo xolasa bugun mana diagonalni o'rganlar gada-guda apalfga qotirib 4 ta stoykani qotirganlar asnamandan. Endi ertadan mashinadan tortib olib ketadilar mana. Inshaalloh. Bugungi yangilik shu, paket 4 ta stoyka qotirilgan. Mana bugun sinfdoshimiz Adham bitta zilni shag'al mana olib kelib tashadi. Bu ham yordam shunday people hissa guzor qildi. Yana Xudoga shukr, alhamdulillah, Xudoning ziyoda qilsin. Hozircha shu mana gruppadoshlar, xudo xolasa duoda bo'lasizlar. Kimda vaqti bo'lsa mana kelib bir stolani mana yabani ko'rib turinglar. Men bugun umuman vaqtim bo'lmadi. Shu bugun mana endi kechqurun keldim, o'zi ustolar ketgan. Kechaniki hamma zagatovka, hamma narsasini qilib berdik. Mana bochkalar, 4 ta arendaga bochka olib keldik, 2 ta aravacha bilan G'olakandozdan. Boshqa iloji bo'lmadi. Keyin bochka o'zi odamlar aytdi-yu, o'zi kech aytdi, va obeddan keyin aytdi. Buni biz o'zi ertalab aytib qo'ygandik. Mana 4 ta bochka bilan 2 ta aravachani olib kelgan edi. Shunaqa gaplar xudo xolasa.